2024-yilda kompyuter uchun eng ko'p sotilgan top 5 ta o'yin. Ilhom aka, kamida ikkitasini topsangiz, yutasiz. Topolmasangiz, игровой klaviaturani ishga podarka qilasiz. Faqat haqqoniy bo'ladi, men sizga aytib turmayman. Kelishdik. Boshladik. Dragon Age. Zo'r, lekin top 5 kirmay, top 6 turibdi. Wukong bo'lish kerak, 100%. 4-o'rin turibdi. Seriyalarda hozir seriya bo'lib kelayotgan Stalker bo'lish kerak. Yo'q. Endi Minecraft menimcha bo'lmasa kerak. Endi mayli, Minecraft. 10 talikda yo'q. FIFA 25. Yo'q. The Witcher. Yo'q. 10 tani ichida yo'q. PS 25. Yo'q. Top 5 Metafor Re Fantasio degan o'yin, bilmayman nimaligini. 4-o'rinda Wukong, 3-o'rinda Hell Divers 2 ekan. 2-o'rinda Elden Ring. Aytsangiz bo'lardi lekin Elden Ring. Rosa oldingi moda bo'ldi. И birinchi o'rinda nima deb o'ylaysiz? Topolmadingiz, nima deb o'ylagandan farqi bor? Simulyatormi? Yo'q. Call of Duty Black Ops 6. Hop. Topolmadilar, o'shaning uchun tegida videoning tegida kommentariy, любой kommentariy olingiz. Adolatdan bo'lsa, bitta odam ana 10 talab yozib tashlashmasin-da. Ha, to'g'ri. Baribir like yig'olmaydi-ku. Eng ko'p like yig'ilgan, eng ko'p kommentariy, eng ko'p like yig'ilgan odamga игровой kombo, ya'ni kompyuter klaviaturasidan mishkasini podarka qilamiz. Mexanический bo'ladi. Qanaqa olib ketish kerak bo'ladi? Kelib olib ketishadimi? Tartib faqat bu yoqqa kelib olib ketish sharti bilan bo'ladi. Kommentariy yondiringlar. Tekinga bir 30-40 dollar narsa olib olamiz. Nima bo'ladi?